har doim yosh bo'lishni xohlasangiz, albatta, men yana bir marta aytib o'tib ketaman, kollagen ichinglar. Kollagen odamni yoshartiradi. Shunaqangi o'zingizga bilinmasligi mumkin, lekin juda ham foydasi katta, chunki uning ichida kerakli vitaminlar bor. Ayniqsa hozirgi kunda ximikat konsentrat bo'lgani hisobiga ko'p narsalarimizni aynan kollagen organizmimizga kam singyapti. O'shaning uchun kollagen ichib, o'sha kollagen ishlab chiqarish, organizmdan ishlab chiqarishni kuchaytirishimiz kerak. Shunda sizlarda faqat yosharish yuzaga keladi. Ulgurib olinglar, 300 mingdan narxlangan Nora kollagenlarimiz bugungi kunda eng zo'r natijani beradi. Ozmoqchi bo'lgan klientlarimiz uchun ham kollagenimiz mavjud. Swiss kollagenimiz aynan ozmoqchi bo'lganlar uchun. Lekin miyomasi bor bemorlarimizga u mumkin emas. B kompleks joylashgan. Suyak bo'g'im kollagenlarimiz ham mavjud. 300 mingdan narxlangan suyakda bo'g'imida og'riq bo'layotgan klientlarimiz uchun o'ta foydali hisoblanadi. Ulgurib